Ballarımız mı öyleydi? Boppan Bey deydi. Onun da iki biz 10 yılımız. Bizden ismimizni bildiren bir adam kalmaydı. 200 yıl. 10 balımız olsun mu dünyada? 2 avlattan keyin biz 10 yıllıklam ketimiz. Xotanninki bulun puşqaq bir yezilde yaşadığan bir Patamxan qoluğu şoxuldan bir tal elep ey Allah sen nima degan güzel yaratquchi deb u şoxuldan Allah'ın tapalsa u Allah'ın nazarında bilimlik. Seküler geplasdi bu. Nereden geldi o güzellik? Nereden geldi o tatlılık? Pek güzel tatlık yaratılıp da balam desek, bunu bir yaratquchi yaratıptı degan tevhid terbiyesi to'g'ri bo'lgan ma'lumotni biz balarimizga bergan. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki yana 3 tane ismini ögünüş arqalı Allahqa bo'lgan turishimizni texmi cho'nqurlashtiramiz. Biz ögündigan Allah'ның isimlari bo'lgan El-Xaliq, El-Bari, El-Musawwir. Bu 3 isimni o'qiymiz. Nima uchun bo'lgan 3 isimni birlikda o'qiymiz? Chunki bu 3 isim birisi bilan munosabatlik, birisi-birisini texmi yaxshi izohlaydi. Ona bo'lsa, oldi bilan El-Xaliq. Bizni yaratgan Allah, biz ishongan Allah, hali biz duo qildigan Allah, bayan biz namoz o'qigan Allah deydi ki enel halik men haqiqiy yaratquchi deydi. Unda bo'lsa Alloh haqiqiy yaratquchi ekan. Dunyoda insonlar nurg'un narsalarni paydo qiladi, uy soladi, telefon yasaydi, kompyuter yasaydi. Alloh subhanahu va taolo el halik deyish orqali deydi Alloh yo'qdan yaratquchi. Dunyoda nurg'un narsalar paydo bo'ldi, nurg'un narsalar yasaladi. Bu hamma narsa bor narsadan foydalanib yasaladi. Masalan bir uy desak, shu yerdan akiladi, semirtni yerdan akiladi. Bir kompyuter yoki telefon desak, uning kerak narsalar hammasi tirilib, akilib yasaladi. Shunga buni deydi, ijod qildi deydi. Ijod degan men gap sana Arabchada tapdi degan gap. Asli ba narsani tef akilib yasidi. Shundaqla kashf qildi deydi shundaqo. Kashf qilish degani men gap, yepilib qolgan narsani echish, kashafa degan gap arab tilida ochdi degan gap. Ya'ni insonning qildig'ini ijod qiladi, topidi. Alloh yaratib, yuvib qo'ygan narsani yoki kashf qiladi. Ya'ni izlanish orqali boshqalar bilinmagan narsani ochadi. Ammo Alloh taolochi el-Xoliq, haqiqiy yo'qdan yaratquchi. Qaysinglarningki so'ngkini u yerdan, tirisini u yerdan, go'shni u yerdan, qanni bu yerdan ekib yaratdi Alloh taolo. Unda emas. Yo'q yerdan yaratdi. Men 35 yil ilgari yo'qdim. Sen 15 yil ilgari bormiding? Yo'qding-ku sen. Isming nima? İsmail deb sendek birisi o'ylab baqinglar 15 yil ilgari yo'q yerdan yaratdi Alloh subhanahu va taolo. Shunga Alloh el-Xoliq, haqiqiy yaratquchi. Alloh taolo shuni Qur'on Karimda hal ata alal insani hinun minad-dahri lam yakun shay'an mazkura. İnsan ananing qurusuqida bir muddatni o'tkazdi. Ya'ni Alloh taolo bir sababni yaratdi. Shu sabab orqali ananing qurusuqiga paydo bo'ldi. Shu orqali yaratdi. Lam yakun shay'an mazkura. U onundan ilgari tilga ilinadigan bir narsa emasdi. İsmail deb birisini chaqamaydi sening ota-ona 15 yil ilgari. Ya'ni ilgari yo'qdik biz. Demak, biz yo'q yerdan yaratildik. Kim yarattı? El-Xaliq bo'lgan, haqiqiy yaratquchi bo'lgan Alloh taolo yaratdi. Shundaqla qarab baqadigan bo'lsa, ya'ni yo'qulimiz ma dunyodan. Chunki nurg'ulg'an odamlar yo'qolib ketib boradi-ku, o'lab qo'yadi, namozni tushirib ko'mak qo'yatimiz. Dal ashunga o'xshash yo'qulimiz. Bunda o'ylansak ajoyib bir ichini chiqish ballar bor. Yo'q yerdan tug'ilimiz, paydo bo'lamiz, yashaymiz, ya'ni yo'qolib ketamiz. Ballarimiz bo'lsa Dadam Bey deydi. Ballarimiz mi öyleydi? Boppan Bey deydi. Onun da ikimiz biz unutulimiz. Bizden ismimizni bildiğin bir adam kalmaydı. 200 yıldan ki. Kaysanlar Boppan'ın dadısının ismini bilirler. Onun dadısının ismini Kaysanlar bilirler. Bir hakikaten Boppan'la dua qilib baqdingmi mı? Boppan'ın dadısı dua qilib baqdingmi mı? Yok. 10 balımız bo'lsin bu dünyada. 2 avlatdan keyin biz unutulup lam ketamiz. Echinchiqa, unda o'zimiz nima qilish kerak? Mahiyatdan foydalanib, oxiratga birga olib ketiladigan bir ishlarni qilaverishimiz kerak. Demak, Alloh bizni yo'q yerdan yaratdi. Ya'ni el-Xoliqning birinchi ma'nosi yo'q yerdan yaratquchi. İkincisi el-Xoliq deganimiz xohlagancha yaratquchi. Alloh taolo xohlagancha yaratadi. Jonliqlar qarab baqadigan bo'lsak, ba'zi jonliqlar 4 putliq, qo'ykaga o'xshash, ba'zi hayvonlar 2 putliq, kapta, to'qiga o'xshash. Biz Alloh yaratgan narsalarga qarab turib, ma'lum qonuniyat o'rnatamiz. Lekin Allohning yaratishi, Allohning qudrati biz o'rgangan formula, biz qo'ygan o qonuniyatlarning ustunda. Masalan, put yo'q odam mang'alamdi, mang'almaydi. Put yo'q hayvon mang'alamdi. Yılanın putu var mı? Mang'alamdi. Mang'amamda yılan? Mağudu. Allah biz insanın putu vaqt mağadığan qilib yaratdi. Ba'zi hayvonning putu vaqt mağadığan qilib yaratdi. Allah putu yo'q qilib mağadığan qilib yaratishga qodir ekan? Qodir ekan. Allohninki yaratish putida haqida o'ylansak, texmi Allohning bo'lgan iymonimiz changaydi. Vallohu xalaqa kulla dabbatin min ma deydi Allah. Bütün canlıqni sudan yaratdi. Bu güzel çaşlarımız, közlerimiz, kulaklarımız o suda bormi? Yo'q. O bir sebep.
Allah adli bir sebepni yarattı. Şu su arkalık bütün canlılarını yarattı. Feminhum men yemşi ala batni. O canlılar içinde kurusqıdı mağdıqalları var deydi. Yılan oxşaş, kurt oxşaş. Ve minhum men yemşi ala rijleyn. İki putu mağdıqalları var. Bizge oxşaş, toxuq oxşaş. Ve minhum men yemşi ala arba. Dört putu mağdıqalları var. Demek Allah xalığanca yaratalım diken. Allah'ınki el-Halik sübütninki ikinci mənisi xalığanca yaratqucu Allah. Allah Teala şunun davamında yahluqu ma yasha. Allah xalığanca yaratıdı deydi. Şundaqla yeni bir ayette ve yahluqu ma la ta'lamun. Sizler bilmeydiğin narsani yaratıdı deydi. Ma hayvanın türüdün dünyada 8 milyon kadar hayvanın türü var. Sane mesela ma türü. Bir çivinninki 160 min türü var deydi. Aqillan bir az tefekkür baksak bir çivinnin kallısı yoğan çivin, kallısı kiçik çivin, aqqanaqlıq çivin degan oxşagan 160 min türü var ekan. Şu bütün canlılarni kim yarattı? Allah yarattı. Ve yahluqu ma la ta'lamun. Hatta biz bilmeydiğin nurgulgan canlılar var. Hammasini Allah yarattı deydi. Demek Allah'ın El-Halik ismininki ikinci mənası xalığanca yaratqucu Allah. Şu nurgulgan hayvanlar qalsa acayip hayran qalımız. Mesela biz oylaymiz. İnsan küz olmusu kürenmeydi o. Dep şunda o. Bazı canlılar var. Küz yok, sizim arkalık yaşayalıydı. Hatta bu vakti izinip baksam, yürük yok, yürükünün onda başka bir azası, onun hayatını saklaydığı hayvanlar varken. Aşkazını yok hayvanlar varken. Demek biz insan aşkazını olmasa okulanmaydı. Bu doğru, hazır biz köygen kanuniyet. Ama Allah şunun kadri ki, biz ügengen formula, biz köygen, biz koygan kanuniyetim üstün derecede yeni yaratışka kadir. Mesela doğru köygen buluş onun kim? Bir bilik var. Kolga azanla eynektek. Ne üçüye, ne aşkazını, hiç nesi yok. Ama canlık o, Allah yani şunu olma kadir. İkincisi El-Bari ismini okuyumuz. El-Bari ismi bu yaratqucu degan gap. Amma El-Bari isminin artıq bildirgan ma'nosi shuki, nuqsonsiz yaratquchi. Allohninki yaratgan mahluqotga qarab baqadigan bo'lsak, unda hech bir ayb nuqsonni ko'rmaymiz. Masalan, ko'zimiz deyli, nihoyat nozik narsa, nagurlashtirilgan kamog'a, bir narsaga tegmaydigan bir kamog'urlashtirilgan. Agar quloqimizni so'ngak yaratgan bo'lsa, Alloh taolo bir nuqsonlik qilib qo'yadi. Chunki yasoq taqshyapti bu shundaqo. Ko'michak, yasoq egiladigan bu shaklda yaratiliq. Shundaqla ko'zimizni avaylab buniga inchik kirpik bektigilik. Shunda bir po'g'acha, men ko'zimni yumib, ko'zimni qo'g'day demaymiz, lekin avtomatik ko'zimizni yumib, ko'zimizni qo'g'daydi. Ajoyib puxta, hech qanday ayb nuqsonsiz yaratilgan. Bizning a'zoimizga saskindigan ba'zi ishlar bor. Shumi ma'lum bir xizmat uchun yaratilgan, hargiz ayb nuqson emas. Ma'lum bolalar shaluk yaqib qolsin deymiz, hey shaluk deymiz shunda, ama shalukning xizmatini bilamizlar. Tomoqni siliqlashtirib yutishga foydasi bor shalukninki. Shundaqla shaluk bo'lmasa, tomoqni ta'min etolmaymiz. Shunda tishimiz tomoqni ezgandan keyin shalukimiz tushidi, andan keyin tomoqni ta'min etamiz. Shundaqla shaluk yegan tomoqimizdagi bakteriyalarni yig'ib oladi. Bir ayb nuqsonmi ekan? Nuqson emas. Ig'zimizga irishdimi xijildigan bir manqa deyli shundaqo. Manqimi hargiz bir ayb emas inson uchun. Allah yaratdi manqani. Nurg'ulg'an foydasi bor. Manqa bo'lmasa, o'pkimiz asal yalonib qoladi. Manqa o'pkimiz kiradigan havoni namlab beradi. Manqa o'pkimiz kiradigan havoni pokizlab beradi. Undan boshqa nurg'un foydalari bor. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Ma tara fi xalqir rahmani min tafavut." Rahman taolaninki yaratgan narsalarda hech bir nuqsonni ko'rmaysa, hech bir aybni ko'rmaysa, farji'il basara hal tara min futur. Sen ko'zingni tikib bir qarab baq. Bir nuqsonni ko'ramsa, fummarji'il basara karratayn dedi Alloh taolo. Ondan keyin ikki qatim qarg'in deydi. Ya'ni Allohning yaratgan mahluqotiga biz saddilachi bir qarab baqili tuz yoki takrar degan sababi sen biologiya o'qib qarab baq. Doktorluk o'qib qarab baq, fizik o'qib qarab baq, qanda ilm fan o'qisa o'qib bir qarab baq, bira nuqsonni ko'ramsa deydi. Dal aksiya, qancha ilm fan egallagan siri u badandagining sistemasining mukammalligi, intizomchanligi texmi namoyon bo'ladi. Demak, El-Bari Allohning bir sifati, ma'nosi nima ekan? Ayb nuqsonsiz yaratquchi. Alloh yaratgan hech bir narsada hech qanday bir ayb nuqson yo'q. Ikkinchi ma'nosi El-Bari'ninki o'zligidan yaxshilanadigan shaklda yaratquchi. Bari'a degan gap asl arab tilida kasaldan saqaydi degan gap. El-Bari bo'lsa o'zligidan saqaydigan, yaxshilanadigan shaklda yaratquchi. Buni cho'nglarimiz deb qo'ydi. Yamoqqa o'zidan deb qo'ydi shundaqo. Buni degan gap o'zligidan saqayib qoladi. Ya birini kesib olsa, ternak chiqmaymiz-go, o'zligidan go'sh unib saqayib qoladi. Shundaqla qo'limiz ketib qolsa, doktor nima qilib qo'ydi? Tangib qo'ydi. Shu vaqt bilan uni o'ngshab saqlab o'tmaydi-go doktor. Kim o'ngshaydi uni? Alloh, El-Bari bo'lgan Alloh bizni shundaq yaratganki, o'zligidan saqaydigan. Masalan, doktorlar biladi buni. Insonning badani o'zligidan shifo topadi. Shundaq o'zligidan saqaydi. Doktorlarning qildigani shuni tezlashtirish yoki shuniga bir sharoit hozirlash, uni mikrobdan qo'g'dash deganga o'xshagan. Mana bu insonning badanining o'zining saqayishida Allohning El-Bari ismi namoyon bo'ladi. Uchinchisi bugun o'qiydigan Allohning ismi El-Musawwir. El-Musawwir degan gap har narsani go'zal, o'zgacha san'at bilan yaratquchi degan gap. Allohning yaratgan har bir narsa qarab baqadigan bo'lsak, nihoyat o'zgachilik va nihoyat san'at bilan yaratilgan. Masalan, o'yinga ba'zan u yerga bak go'zalkan deymiz. O yaratilishlarda, o go'zalliklarda asli namoyon bo'lgani Allohning El-Musawwir ismi. Ya'ni har bir narsani o'zgacha san'at bilan
yaratquchi degan bu ismi namoyon bo'ldi asli. U yoqqa qarab lekin ha, buncha go'zallik, buncha san'at asla o'zligidan bo'lmaydi. Buni bir o'z san'at bilan yaratquchi bo'lgan, al-musavvir bo'lgan Alloh yaratdi degan Allohning ismini u yerdan o'qishimiz kerak. San'at bilan chizilgan bir rasm o'zligidan chizishi mumkinmi? Asla mumkin emas. Demak, insondek go'zal yaratilgan, shundaqla gul chechaklarga o'xshash, yeshilliklarga o'xshash, ana shundoq go'zallik bir al-musavvir bo'lgan Allohni taqozo qilmamdi. Albatta taqozo qiladi. İkincisi olsa farqli şekil bir yaratquchi. Allah Taala yaratgan bütün canlılar birisi o'xshamaydi. Bir qo'yga o'xshamaydi. Bir kalaga o'xshamaydi. Hatto bir chivinga, bir pashaga o'xshamaydi. O'xshamaydigan yaratish uchun nima bo'lish kerak? Hammasini bilish kerak. Masalan, hozir resimdan bir parcha sizning desam sizga, bir parcha resim sizdinglar. Endi mushunaga o'xshamaydigan sizning desam, uni qachonga gap qo'yib, o'xshab qolmasin deb sizishing kerak. 10 parcha siz bo'lgandan keyin xilma-xil shaklda 10 parcha resimga o'xshamaydigan sizning desam, cho'qim 10 parchasini hammasini bilishinglar kerak. Endi Alloh yaratgan inson qarab baqili, hozir 8 milliard inson bo'lsa, odam lisini tatib 10 milliard yoki 30 milliard inson yaratilsak, bir insonga o'xshamaydi. Amaliyotda biz bunga hayron qilishimiz kerak. Lekin biz nimaga hayron qilamiz? Bir qo'sh ko'zakni ko'rsak hayron qilamiz. Ajab o'xshaydi ekan deb. Amaliyotda o'xshash resimsiz osonmi yoki o'xshamaydigan siz osonmi? O'xshash sizga oson. Birinchisi bo'lgandan keyin ikkinchisini o'xshash sizaq bo'ldi unga. Ammo o'xshamaydigan siz uchun, masalan, 8 milliard inson bo'lsa, yana birini yaratmoqchi bo'lsa, Alloh taolo cho'qim hammasini bilish kerak. Demak, Alloh taolaninki mana bu insonlarni o'xshamaydigan shaklda yaratishida Allohning al-musavvir ismi namoyon bo'ladi. O'ylab baqinglar, hammamizda bor a'zoni ishlatib, bu ajoyib bir Allohning qudrati bu. Ko'z hammamizda bor, burun ham o'xshamaydigan a'zo bo'lib qolsa, u bir gap hamda. O'xshash a'zoni ishlatib bir farqli yaratishda ajoyib bir qudrat namoyon bo'ladi. Undan boshqa bu chiroyda qayg'u, tabassum, andisha, qo'rqinch, xushallik hammasini nada aks etadi, yuzimizga ham chiqib bo'ladi. Ya'ni bu yerda Allohning al-musavvir degan bu ismi ajoyib namoyon bo'ladi. Demak, Alloh taolaninki al-xoliq ismi yo'q yerdan yaratquchi, al-bari ismi nuqsonsiz yaratquchi va o'zligidan yaxshilanadigan yaratquchi, al-musavvir ism bo'lsa, har birini o'ziga xos shaklda, farqli shaklda yaratquchi degan ma'nolari bor. Unda bo'lsa, biz bugun Alloh subhanahu va taolaning bu 3 ismini o'rgandik. Alloh taolo Qur'on Karimda bu 3 ismni birlikda bayon qilib, "Huvallohul xoliqul bariul musavviru lahul asmaul husna." O Alloh yo'q yerdan yaratquchi, nuqsonsiz yaratquchi, o'zgacha, farqli san'at bilan yaratquchi, lahul asmaul husna. O Allohning mana shunday go'zal ismlari bor va bundan boshqa nurg'un go'zal ismlari bor deydi. Ya'ni Alloh taolo bu go'zal ismlar orqali nima demoqchi bilamsizlar? Ana shu go'zalliklarda o'zining musavvir ismini namoyon qilib, bizning chiroyimizni musavvir ismini namoyon qilib, bizning yo'q yerdan yaratilishimizda al-xoliq ismini namoyon qilib, biz kasallab qolsak o'zligidan saqlaydigan bu xil iqtidorni qo'yishda al-bari ismini namoyon qilib, shuni demoqchiki, ey insonlar, men bor demoqchi. Ya'ni Alloh taolo bu xil narsalar orqali o'ziga bizni ishorat qilmoqchi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Va fil ardi ayatul lil muqinin." Ziminda Alloh bormi, yo'qmi yoki Alloh bo'lsa men ishinay deydigan kishilar uchun Allohni ko'rsatib qo'yadigan ishoratlar bor deydi. "Va fi anfusikum" va o'zinglardimi Allohni ko'rsatib qo'yadigan ishorat bor deydi. O'ylab baqsanglar, bu ko'zimiz 10 milliondan ortiq rangni farq eta oladi. Quloqimiz yuqorisi 20 ming hertz, tuni 20 hertzdan tuvanni anglay oladi. Bu yerda bir ajoyib bir muntazam yaratish bor. Agar insonning quloqi 20 hertzdan tuvanni anglaydigan bo'lib qolsa, uxlayolmaydi inson. Hozir 20 hertzdan tuvan anglansa, agarda atrofdagi o'sha g'ing-g'ing ovozlar, pashining uchiqini hammani anglaydi inson. Ammo Alloh bizning xotirjam, mohiyatli, rahat turmush kechirishimiz uchun shunda bir intizomlik yaratganki, biz hech qanday to'salg'isiz rahat yashaymiz. Quloqimiz qarab qolgan bo'lsa, bay degandek, anglaydigan darajasida bizni rahat qiladigan shaklda. Shunga va fi anfusikum, o'zinglardimi Allohni ko'rsatib qo'yadigan bir ishorat bor deydi. Unda o'z qani ishorat, agar bu quloqimiz hozir 20 hertzdan tuvan anglab uxlamaymiz ekan, bizning a'zolarimiz ajoyib puxta o'rlashtirilgan ekan. Demak, bu tasaddibilikqa aslo va aslo yo'l yo'q ekan. Bir yaratquchi bor ekan deganga agar aqlimiz bilan o'qisak, bu Allohni ko'rsatib qo'ydi deydi. Shuning uchun Allohning nazarida xotinninki bulung pushqoq bir yezilib yashaydigan bir patamxon qo'liga shoxildan bir tal elib, "Ey Alloh, sen nima degan go'zal yaratquchi" deb u shoxildan Allohni topalsa, u Allohning nazarida bilimlik. Chunki ey shoxlar, senda bir rang bor. Seni o'stirgan uruqda bu rang yo'q. Senda bir tam bor. Seni o'stinda tikkan uruqda tam yo'q. Senda bir puroq bor. Seni tikkan uruqda hech qanday bir puroq yo'q. Men uruqni shunda tikdim. Senda shunday ranglik, tamlik, puroqlik, hatto uning tarkibida mening badanimga foydali nurg'unlagan elementlar bo'lgan bir mevani uruq o'stamidi. Buni bir yaratquchi o'stirib berdi. Subhanalloh. Alloh haqiqatan pokdir degan bir patamxon nurg'un unvonlarni olib kelib, bu tabiatning hodisasi, bu o'zligidan yaratildi degan professordan bilimlik.
Nima uchun? O o'qidi. Ya'ni koinotdagi narsalarni o'qib Allohni topdi. Ammo palani professor qanday qildi? Uning ichidagi shu formulaga ham cho'qinib qilib, uning inga o'tanmadi. Uni o'qiyanmadi. Nima qarasanglar, bir shoxning o'sish jarayonida nurg'ulum qilgan formulalar bor. O formulani tushundi, o'qidi, bilim egalladi. Lekin bu formulani kim qo'ydi? Bu formulada aql yo'q. Bu formulada, bu qonuniyatda insonning bedanini bildigan bir bilim yo'q degan bu narsaga yetanmadi. Masalan, shoxlar desak, yurakka foydali deydi. Insonga foydali bo'lish uchun insonga nimaning foyda qilganligini bilish lozim. Shoxli bilandi o, bilmaydi. Demak, koinotni o'qish degan shunday bo'ldi. Payg'ambarimiz xat o'qiyanmaydi-ku, shunday-ku. Nima uchun o'qi degan buyruq kelgan? Koinotni o'qi. Etrafingni o'qi. Etrafingni o'qisang, Allohni ko'rsa. Bu o'qishga qaranglar, aqllan bo'lsa bo'ladi. Allohni tepish uchun yuqori saviyada o'qish ketmaydi. Aqlingni bir yerga bog'lab olmasang, birning ichiga qapsib olmasang, erkin quyvatsang aqlingni, Allohni har yerda ko'ralaysan. Ammo ma'lum bir narsaning ichiga solib olsang, u chaqda sen Allohni ko'rmasliging mumkin. Shunga va fi anfusikum afala tubsirun. O'zinglar qarab baqsanglarmi Allohni ko'rsatib qo'ygan ishorat va aqlingni ishlatib baqmamsizlar deydi. Shundaqla yana bir oyatda Alloh taolo va inna lakum fil an'ami la'ibra. Chormalladimi? Sizlar uchun ibrat va, ya'ni Allohni ko'rsatib qo'ydigan darslar va deydi. Qanday dars va? Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthi va damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Charapaylarning qonidagi mayak, tizak va qondan ayilib chiqqan pokiz va tamlik sut bilan sug'urmaymiz. Buningda bir ibrat va deydi. Qanday ibrat va? Sut degan qanday narsa? Eng pok narsa. Biz eng pokiz, axloqli odamni deymiz. Sutdek odam bo'l deymiz shundaqo. Mishqa pokizlik qismi ol qilish uchun. Endi mushu eng pokiz narsadan chiqadi, qon bilan yeringning orasidan chiqadi. Mushunda qon bilan yeringning orasidan pokiz narsani chiqarish Allohningki. Nima uchun? Qardoskiga oqbordi xat yozgan o'xshash. Ey inson, sutni qondan yeringdan sanama. Chunki sut pak narsa, yiring maynat narsa. Men ashundan chiqadimki, buningdan emasken. O sut Allohdankan. Buni bilsin uchun Alloh taolo butunlay zid narsalardan o'zining sutini namoyon qiladi. Demak, Allohning tamoq bak asan balla. Hira deymiz. Basaq chiqib oldi-ku, zahirvag'u. Zahirva hiridan shifoliq hasalni chiqaradi. Dal aksicha. Nima uchun shunday Alloh taolo aksi ish qiladi? Aslida zahir yo'q narsani chiqarsin bu hasalni. Tatliq hasalni herdan sanab samusun. Tatliq hasalni her ba'di deb o'ylab qolmusun deb Alloh taolo butunlay zid narsalar orqali o'zini tuntudi bizga. Ammo biz aqlimizni yana yeb o'lib, yana Allohni ko'rganimizsak, buning nima amal? Asli aqlimizni shundalam qo'yvatsak, ko'rgan har bir narsalardan Allohni ko'ralaymiz, Allohni topalaymiz. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda shu aqlga nihoyat ko'p oyat xitob qilgan. Mesela وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Xurmadan, üzümdən içimliklər və pakiz yeməkliklər yasaysizlar. Aqlni işlətdiğin qavm üçün bununda haqiqatan Allah'ın bağlılığını göstərdiğin delillər var deydi. Bir xorma, bir yağaçdan çıkıdı. Xormada temba. O yağaçını bir gacap baksak tem çıkamdı. Çıkmaydı. Nereden geldi? Bir çayga bazardan şike ekip salmasak çay tatlı olmaydı. O xormadaki tatlı nereden geldi? Ama biz manın içindeki ilmetinden bayqap, o ilmetini kimnin koyganlığını bu haqda inge ötkülümüzsak Allah'ını görünmeyimiz. Bilim adamlarının adres toplaşının sebebi şu formulaga, yani şunun mahiyetiyle bekinip qirib, onun inge ötkülümüğallığı tüpeyli Allah'ını görünmeydi. Allah Teala hasel her sakıdımı bizim aklımızı hitap qilib, Perverdigarın hasel hersiga ilham bilan bildirdi. Tağlarga, derexlerge ve kişilerin hasel herlüşün yasagan öylürge uva tüzgen dep Allah vehi qildi deydi. Hasel herisinin uğusunu azraq inçikilisek acayip hayran qalamiz. Çünkü hasel herisinin uğusu acayip santimetreden tatip nait ölçemliге salgan. Bu nesneler sebek pakallah biledi. Yani o 120 gradus igizlikte qiypa şekilde yasındı küneklerdeki içindeki uğuları. Demişqa tüz hesap koysa, hasel koysa tükülep gitidi. Nim biledi hasel onu? Hasel pişiriş için çuqum gradus 40 atrafı turuş gerek. Sizler haselinin künekleri qonğanlarına toxtma qanatqa qalib kerak şundaqo. Piş qanat qaqıdı. Nima üçün qaqıdı? Eğer hasel muqim bir gradusu var. 40 gradusqa deymi? Şu gradusta tumusa pişmaydi hasel. Bu vazife kimga topshirilgan? Hasel hersiga topshirilgan. Agar 40 gradus o'lab ketsa qanday qiladi? Termometr bormi hasel hersida? Shundalam agar o'lab ketilib qolsa qanat qatib sug'utidi. Agar tushib ketsa, sug'ib ketsa qanday qiladi? Atrofida mijang ushib, harakat qilib isitidi. Hasel hersida Qur'on Karimda Allohni ko'rsatadigan ishorat bor deshining sababi, hasel hers qilgan ishni bir injener qildigan ish o. Injener qiladigan ishni hasel hers qilibdi. Hasel hers shuncha aqlliqmi? Herdan birisi hozir mana shunga kirib olsa, ash derezni echib qolib, shunda qo'g'lasak, tamg'u usib, derezini topolmay nechi molla qatib chiqib ketadi. Aqlliq mekan eserlarsa? Aqlliq
Emas. Onda o puxta injenerlik kim ügetti? Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de deydi. Ve auha rabbuka ilen nahli. Sizning Rabbingiz vahiy qilib bildirdi esalarga deydi. O'ylab bakinglar. Allohning barligida gumonlanishqa asli. Saranglan bo'lmasa, asla va asla yo'l yo'q. Shunga Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de deydi. Inna fi zalika mush hasal harusning usi, asal chiqish, mush jarayonda la ayatan liqawmi yatafakkarun. Tafakkur qilgan qavm uchun Allohni ko'rsatib qo'ydigan bir ishorat bor deydi. Demak, ateist degan qanday ekan? Faqat aqlni ishlatmaydigan. Mushunda Allohning bizning ko'zimizga tiqib turadigan ishoratlarini ko'g'ilmaydigan odamning ismi ateist. Yana Allah Taala afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat. Qur'on Karimda ataytan deb qo'ydi. Ma tuguning qanday yaratilganligiga qaramamsizlar deb qo'ydi. Tugu qanday yaratildi? Tapini kengre yaratildi. Kamushki sangilab turadigan yaratildi. Kirpiklari uzun yaratildi. Nima uchun bunday yaratildi? Agar tuguning tapini kengre olmay atnikiga o'xshash yoki eshaknikiga o'xshash bo'lsa, bo'lmaydi. Nimishqa qumluqqa petib ketib yashayamaydi. Demak, Alloh o tuguninki qumda yashaydiganligini bilgan bo'lg'achqa, kuziga qum kirib ketmasin deb uzun kirpikli, qumga petib ketmasin deb putni kengre, qumluqda uzun yolmag'adigan bo'lg'achqa, necha kun tamoq yemisimi bo'ladigan lokuliq shaklda yaratdi. Demak, tuguni kim yaratdi? Qumluqda yashashni biladigan birisi yaratdi. Agar yaratquchi bo'lmagan bo'lsa, tuguning tapini atnikiga o'xshab bo'lib qolgan bo'lsa, bu yerda bir xil nuqson ko'rildi. Demak, Allohning yaratışı nuqson bormi ekan? Asla va asla nuqson yo'q. Undan boshqa Alloh taolo taq qaramamsizlar. Har xil narsa qaramamsizlar deb Alloh taolo bizning aqlimizga ham xitob qiladi nurg'oyatda. Nimishqa biz shunda aqlimizni ham ishlatsak, Allohning Xoliq ismini ko'ralaymiz. Allohning Bari ismini ko'ralaymiz. Allohning Al-Musawwir ismini ko'ralaymiz. Allohni biz aqlimizni ishlatsak ko'ralgan ekanmiz. Buning qarta biz nima ish qilishimiz kerak? Birinchisi, bir yak o'yin qilib olsak, bek güzelken emas, bek güzel yaratilibdi. Shunga masalan, ota-onalarni bolalarga tarbiyasida tavhidni singdira oladi. Masalan, bir olma kirdik. Bek tatliqken emas, bek tatliq yaratilibdi. Güzel bir gul ekirdik. Bek güzelken emas, bek güzel yaratilibdi. Bu bek güzel bir sekular gaplasdi bu. Nereden keldi o güzellik? Nereden keldi o tatlıqlik? Bek güzel tatliq yaratilibdi ha balam desek, buni bir yaratquchi yaratibdi degan tavhid tarbiyasi to'g'ri bo'lgan ma'lumotni biz bolarimizga bergan bo'lamiz. Mana shu Al-Xoliq, Al-Bari ismi bilan biz birinchi qilib Allohni tunishimiz kerak va bolarimizga mana shunday usullar orqali Allohni tunishimiz kerak. Ikkinchisi alhamdulillah deyishimiz kerak. Alloh taolo biz uchun bakchiq mablag' saqlab oldi. Bizni yaratdi, butun koinot biz uchun xizmat qiladi. Ya'ni bizni yaratdi, bizga jon berdi. Bir binasi birish degan yaxshilik bu. Jon berish yaxshilik, aql berish yaxshilik, ko'z berish yaxshilik, hammasi bir in'om bu yaxshilik bu. Ya'ni bizni yo'q yaratdi, bizga shunday nimalarni bergan ekan, bizni deyishimiz kerak. Alhamdulillah, ey Alloh, meni nurg'un jonliqlar ichidan hayvon, o'michuk, yoki inson xizmat qiladigan boshqa bir hayvon emas, inson qilib yaratibsa, alhamdulillah deyishimiz kerak. Ikkinchisi, subhanallah deyishimiz kerak. Chunki biz bayatdan dedik, Allohning yaratishida hech bir nuqson yo'q. Har bir yaratishni kuzatsak, ayb nuqsondan Alloh pakkan. Chunki Allohning yaratishida hech bir nuqson yo'qkan, Alloh haqiqatan ayb nuqsondan, ko'nglimizga munda bir gumon chiqib qilishdan pakkan. Subhanallah deyishimiz kerak. Uchinchisi, boy degandek, har bir go'zallikni ko'rgan vaqtimizda, har bir hayron qoldirishni ko'rgan vaqtimizda, asli hayron qoldirgan ishchi, lekin biz kunab qilg'iliq, hayron qoldirishni ko'rgan vaqtimizda, mashaalloh, Alloh go'zal yaratibdi, Alloh go'zal beribdi, Alloh texim ko'p boylik beribdi deyishimiz kerak. Agar o'zimiz ko'p pul topsak, ko'p pul topdim emas, Alloh menga ko'p pul berdi deyishimiz kerak. Ya'ni har narsani Allohdan ko'rishimiz kerak. To'rtinchisi, la ilaha illalloh, ya'ni va la ilaha illalloh deyishimiz kerak. Allohdan boshqa iloh yo'q. Ya'ni bu yaratilishlar Allohning barlig'ini ko'rsatish birga Allohning birligini ko'rsatadi. Chunki navoda Alloh ikki bo'lgan bo'lsa, biz baydadik, inson birisi-birisiga o'xshamaydi deb. Ikki iloh birisi-birisiga o'xshayotganini bilmaganligini, birisi-birisini yaratganini yaratib qilish ehtimoli bormi, yo'qmi? Masalan, bir shirkatda ikki boshliq bo'lib qolsa, u atgan soat machida kelsin deydi. Birisi atgan soat machida kelib, da'talash yuz bermaydi. Dunyoda hech bir da'talashning natijasi bo'lgan ixtilof yo'q. Hammasi muntizim. Bu yerdagi intizommi Allohning birligini ko'rsatadi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Law kana fihima alihatun illalloh la fasadata." Agar ma yaratishda, koinotda Allohdan boshqa yana bir iloh bo'lgan bo'lsa, tartib buzlatdi deydi. Demak, koinotning yaratilishiningki muntizim, tartibli bo'lganligimi Allohningki bir va barlig'ini ko'rsatadi. Beshinchisi, Alloh taolo bizni yo'q yerdan yaratibdi. Shundaqla bizni nuqsonsiz yaratibdi, al-bar ismi bilan. Shundaqla o'zligidan shifo topadigan badanda yaratibdi. Shundaqla al-musawwir ismi bilan bizga go'zal bir shakl beribdi Alloh subhanahu va taolo. Bu nima uchun berildi? Faqat va faqat bizni imtihon qilish uchun berildi ballar. Mohiyat imtihon maydoni. Mohiyat jazo mukofotni oladigan maydon emas. Masalan, qattiq taqovlab ketib, qattiq namoz o'qib ketib, Xudoning binasini tilab va yoki bir ish qilib bermasa, bu namoz o'qiganning foydasi yo'q ekan deydigan ballar bor. Namoz o'qiganning foydasini, yaxshi qilganning foydasini ma dunyoda olmaysizlar, yana bir dunyoda olsizlar. Ma dunyo faqat va faqat imtihon dunyosi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda inna xalaqnal insana min nutfa amshajin nabtali. Biz insonlarni aralashma
nutfeden yarattık. Nimishqa nebtelihi. Onu imtihan qilish uchun. İmtihandan qanday o'tidi? Faj'alnahu sami'an basira. O insanın imtihandan o'tishi uchun, Allohning birligini, borligini bilishi uchun biz uningga quloqni berdik, ko'zni berdik deydi. Ya'ni anglab, kurab, tafakkur qilib Allohning birligini tuniya oladigan bu aqlni biz insonga berdik. İnson aqlini ishlatsa to'g'ri shaklda bu imtihondan o'talaydi deydi Alloh subhanahu va taolo bu oyatning mazmunida. Demak, Alloh subhanahu va taoloninki El-Xoliq, El-Bari, El-Musavvir ismini mushaygacha tushungan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni aql ko'zimizni texama assun Alloh subhanahu va taolo. Ko'rgan har bir narsamizda Allohning El-Xoliq sifatini, El-Bari sifatini, El-Musavvir sifatini ko'ralaydigan bu aqlni bizga bersin. Asli bir narsani yeb, foydalanib, onu so'maslik, turkchadagi so'rgulamaslik, so'maslik, o'ylanmaslik bu kimning qiliqi? Masalan, qo'yga, kalaga bir narsa bersanglar, o bu bek o'xshabdi. Ya nereden keldi? So'ramdi, so'mamdi. So'maydi, o'ylanmaydi, yeydi, chiqiradi. Shundaq o. O insonning farqi shuki, buni inson so'raydi. Insonning farqi bu. Bizni ana shundaq haqiqiy insondek, "Men hayotga men nima ishga keldim? Alloh menga bek jiq dasmis yapti. Yomon jiq menga shundaq go'zal choy beribdi. Nima uchun Alloh taolo mana shu dunyoni menga xizmat qildirdi Alloh subhanahu va taolo? Mening vazifam nima?" Qarab qilgan bo'lsak, bir kunda 250 mingdan 300 ming qadar odam keladi. Shundaqla bir kunda 200 ming odam o'lib ketyapti bu dunyoda. Biz kelmagandagi nima o'qimay qolamiz, ammo bizmi bir kunisi ketimiz. Bu xuddi bir bekatga o'xshaydi ekan ma dunyo. Unda bo'lsa, ma hayotimizni nimaga ishlatamiz? O'ynab jamiyatda nima bo'lgan bo'lishini xo'lishib yashandik. Yoki qo'limizda keladigan azroq ish bo'lsa-mu, ya'ni biz unutilmaydigan Allohning qishqa abkat qildigan bir yaxshilik qilib olamdik. Ma haqda o'yinlab shunga tirishadigan kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo hammamizni. Chunki shundaq bir jamiyatda yashayapmizki, bizni mushu hayot qilam markazlashtiradigan, o'lgandan keyin oylat quzmaydigan, oxiratni bizga unutildiradigan shunday bir jamiyatda yashayapmiz. Chunki nega bo'lsak o'yan gapi, nega bo'lsak kulki gapi, nega bo'lsak dunyo gapi. Ma hayotga o'zi haqida paranishlarga nayt azlab ketdi. Afsuski biz necha eslatdim, mush zaldakilar 100 yildan keyin yo'q vallah. Nada? To'pining ostida hammamiz kirib ketimiz to'pining ostiga. Yine bilak odamlar keladi bu dunyoga. Bak qo'rqinchli o'ylasak. Shunga hayotni, umrni qadrlaylik. Insondek o'zimizning g'oyasini bilib yashaylik. Alloh taolo hammamizni o'zining g'oyasini bilgan va o'zining roziligi uchun ma'lum ishlarni qilib olgan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.